Keliz qaynonamni dietasini 2-kuni. Meni ujunimni 2-kuni. Kecha ham shuni ujunga yedim, bugun ham shuni isitib yeyaman. Qolgandi kecha. Ujunga qaynonam ovqat qilib berganiga ujun qilaman. Ovqat qilib bermaslar, o'zi ujun qilmayman. Qaynonam hozir faqat tofu yeyaptilar. Va shimas ekan. Shirin kartoshka bilan sir. Tofu yesa rosa ozar ekan. Просто так tofuni mikrovolnovkada isitib yesa ham bo'ladi yoki da qovurib yesa ham bo'ladi. Tofu bilan yoniga kimchi qilib yesa ham bo'ladi yoki o'zi tofuni o'zini ham yesa bo'ladi. 3 oy tinmay faqat ujunga tofu yesangiz rosa anaqa qilasiz, vez tashiysiz. Menisa o'zimni shirin kartoshkamni yeb o'tiraman. Ish qilib qaynonamni dietasi tugaguncha shu narsani yemasam bo'ldi.